Ha, dastavkam keluvdi, oling. Qo'ymaydi. Shahboz? Oybek. Qanaqa yangi prank bu? Qanaqa prank o'rtoq? Bu tirikchilik. Gaskami qara? Zo'rmi? Nima unaqa so'rashyapsan? Quchoqlab so'rashmaydimi men? Yo'q, endi Elbek yaxshimisan o'rtoq? Sen bu moy qo'ling bilan men bilan so'rashmoqchimisan? Qani ovqatim? Yaxshimisan o'rtoq? Rahmat. Sog'lig'ing yaxshimi? Yana ustimdan kulgan keldingiz, to'g'rimi? So'rashmaysanmi endi? Ha, mana. Gaskam yarashibmi? Ha, ishlaysiz. Nima bu? Tirikchilik o'rtoq, ishlayapman. Nima majbur qildi? Onamni mazasi qochib qoldi o'rtoq. Shunga operatsiyalariga kerak bo'ldi pul. Majbur bo'ldim narsalarimni sotishga. Mashinani, uyda shu uchun sotdim degan. Demak, mashinani ham bekorga menga arzon bermagan ekansan. Qo'y o'rtoq, mashina topiladigan narsa. Ama biz do'stga arzon beryapti deb o'ylayman buni. Do'stligimiz uchun arzon berdim senga. Lekin tagida boshqa narsa yotgan ekan. Uni buni qo'y o'rtoq, men san To'xta. Hozir. Qayerga ketding? Xafa qildimmi seni? Mani mashinang. O'zingni mashinang o'zingga buyursin. Nima deganing bu? O'sha. Lekin men bu mashina pulini qaytib bera olmayman o'rtoq. Ishlatib olganman. Kim senga qaytarib bersin deyapti. Sen g'alati bola ekansan-a? Biz yoshligimizda hazillashib do'st bo'lmagandik shekilli, to'g'rimi? Sani onang, meni ham onam degan. Mashinani o'zing haydab yur. Aytgancha. Hozir yaxshimi? Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Oxirgi operatsiyalari qoldi. Shunga yana bir marta operatsiya qildirsak, oyoqqa turib ketadi. Mashinani sotib operatsiya qilma. Buni minib yur. Ertaga ishxonaga o'tsang, operatsiyaning pulini berib yuboraman. Keyin unutib qo'yibsan. Bu dunyoda seni ishonadigan, любое время ishonadigan bitta do'sting bor. O'rtoq, Dedi bu qimmat mashina. Kimiki bu? ishxonaniki. Ha, berib qo'y qaytarib egasiga. Ha, ovqatchi. Ha, o'zing ye. Ey do'st, birga tug'ilib Boringga shu o'rtoq. bo'lmaymiz birga. Seni yaxshi ko'raman. Ey do'st,